mana shu telefon degan balo chiqqan. Bu baloni ichida hamma narsa bor. Ijtimoiy tarmoqdan tortib boshqalargacha. Bu narsaga rosa harakat qilamiz hammamiz, lekin shundan uzdirib kitobga o'qittirish uchun qamab qo'yish kerakmikan deb ham o'ylab qoldim haligi gapingizdan keyin. Yo'q, men har xil metodikalarni qiziqib yuraman-da. Qarang. Ko'p xonadonlarda bizda kitob yo'q-ku. Ko'p xonadonlarda kitob yo'q. Men eshitib yuraman, surishtirib, nima bo'lyapti deb qo'yib. Bizlar xonadonimizda juda ko'p kitob bo'lardi. Erkin Bozorov o'zlari ko'chagida aytdilar. Uyimizda eslayman, mana uyimizda ko'p kitob bo'lardi, ozgina yertardim. Uyimizda portret bo'lardi. Keyin asta qiziqib kirib qoldim. Endi tasavvur qiling, xonadonimizda kitob yo'qdi. Mayli bolalarimiz yersin, ustilariga chizsin. Ko'p odamlarni eshitganman, uyimizda ko'p kitob turaverardi. Keyin bittasini olib sekin qiziqib o'qib ko'rdim, keyin boshqalarni o'qib ketdim. 10 ta kitob o'qib chiqsin. Jahon adabiyotlarini zo'rlarini o'qib chiqsin. Yoshlarga birinchi qiziq kitoblarni berishimiz kerak. Masalan, Robinzon Kruzo, Приключения Марка Твена. Juda kuchli kitoblar. Ularni bolalarni juda qiziq o'qib turaveradi. Masalan, Sariq temni mina bolalarga qiziqroq kitob. Keyin yana eshitib olinglar. Agar o'zingizlar kitob o'qimasanglar, bolalaringlarni otib tashlasanglar ham o'qimaydi. Yevreylarda shunaqa qilar ekanda, bolasini oldida ishdan charchab keldi, o'qigiz kelmayapti, o'qib bo'lgan. O'qimasa ham varolab o'tirar ekan. Siz qayerdan biladi o'qiyaptimizmi yo'q. Sizni ko'z-ko'yingiz bo'ladi. Siz telefon o'ynayapsizmi? Telefon o'ynayapti. Keyin telefon to'g'risida biz sizlarga ko'p narsalarni gapiraman. Yo'q, ko'p emas. 3 ta informatsiyam bor. Yaqinda Qozog'istonda bir ish bo'ldi. 13 yoshli bola. 13 yoshli bola adasi qo'lidan telefonni tortib oldi. Nima bo'ldi bilasizmi? Kechasi o'zini adasini, o'zini onasini, o'zini buvisini so'yib tashladi shu bola. Yaqinda bir o'zbek ayolini 6 yoshli qizi o'ldi. Nima uchun o'ldi bilasizmi? Biz yosh bolaga chaqaloqligidan beri bo'lamiz. Ko'z zirachkalar hali tasavvur qilib yaxshi rivojlanmagan, rang retseptorlarni ajrata olmaydi. 6 yoshda ko'zi rak bo'lib o'ldi. Qo'shnimiz bolalar ko'zi g'ilay bo'lib qoldi. Mashinasini sotib tug'iladi. Sizlarga jim bo'lishni xohlasizlar. Bolalar rasvo bo'lishni. E'tibor beringlar. Albatta bolani bu narsadan to'xtatish o'zi aslida ota-onani o'zini tarbiyalash bilan bog'liq. Sunzini kecha gapini o'qidim demoqku. Siz farzandingizga tarbiya bermoqchimisiz? Oldin o'zingizni tarbiya qiling. O'zingizni primer qilib ko'rsating. Masalan, ayolim kitob o'qimasdi. Mana shu kechagi videoyim chiqqandan keyin qiziqishni boshladi. Ayolimizga kiyimlar olib beraylik. Ko'plarimiz sharoitimiz bor. Kiyimlar olib beraylik. Mayli. 500 mingmi, 1 millionmi, 10 million. Lekin bir shart qo'yaylik. Kitob o'qisinlar. O'tgan kunlarni o'qib chiqing. Bitta emas, ikkita ko'ylak olib beraman. Siz farzandingiz tarbiyasi aniq bo'ldi. Yaxshi bo'ladi. Sizlarda ko'p yillardir sharoit bor. Kutubxona qiling. Arzimagan pulga tushadi. Agar rus kitoblarini olsangiz, xohlasangiz o'zim olib beraman. Juda arzonga tushadi. O'zbek adabiyoti ham. Bas, sizga ko'p odamlar, puli ko'p. 40-30 ming so'mdan arzimagan pulga tushadi. Lekin ayollarga kitob berishimiz kerak. Keyin yana bilib olinglar. Bu narsa kitobida ham yozib qo'yibdi. Konfutsiy aytadi. Insonlarni qo'rqiting, azoblang. Hatto ularni boshini tanasidan judo qiling. Siz ularni qo'rqitib, azoblab, har qanday holatga solib boshqarsangiz bo'ladi. Lekin siz ularni qo'rqitib ham, hatto azoblab ham, hatto boshini tanasidan judo qilib ham ilmga majburlay olmaysiz. Xudoning ne'mati. Nimaga o'qimaydi, jon kuydiramanda. Qur'onni o'qimaganman, 30 varaqni o'qiganman, lekin bitta javobini olgandim. Ularning qalblari xulflab qo'yilgandir. Ko'zlari ko'z, quloqlari kardir. Keyin jamiyatimiz nimaga o'qimayapti bilasizmi? Aristotel aytadi. O'quv ta'lim markazlarining oldilarida ko'ngilochar markazlar bo'lishi mumkin emas. Institutdan chiqing. Oldida lavash. Maktabning oldida Counter Strike o'yinlari. Ko'ngilochar markazlar. Nima uchun? Ular ko'ngilochar markazlar insonlarni ilmdan chalg'itib yuboradi. Biz ham maktabdan qochib o'qib PlayStation o'ynardik. Oxirida men qochmasdim. Ko'ngilochar nima uchun? Yaqinda yana bir holat bo'ldi, qaranglar. Bitta aka 3 yildan beri qizimni repetitorga tayyorladim. Juda ko'p pulim ketdi. Foydasi bo'lmadi. Lekin otasi aqlli edi, nima ish qildi bilasizmi? O'sha joydan qizini olib ketdi-da, hammasini oldiga olib qo'ydi. Bu uzoqroq joyda edi. Qiz 1 yil tayyorlanib institutga topshirdi. Uni o'rtoqlardan ozod qildi-da.
o'rtoqlar uni o'qishni xohlashmaydi. Ilmsiz insonlar bor-ku, ilmli bo'lishini xohlashmaydi. Nima uchun bilasizmi? Ulardan ajralib qolasiz. Ajralib qolasiz. Ular xohlashmaydi o'zini kurgidan chiqarib olishni. Masalan, donolar aytadi. Donolar 40 ta dononi bahsda yengib chiqishi mumkin, lekin bitta ahmoqni bahsda yenga olmaydi. Ahmoqning kuchi unga dononing bas kela olmasligidadir. Hozir men sizga qarab turib, 3 ta qizim bor dedingiz. Xudo xolasa endi yosh ekan, kattasi 6 yosh, kichkinasi 9 oylik. Lekin biza IELTS imtihonini olib kelganmiz, butun jahonga chiqish imkoniyatlarini yaratib kelamiz. Har doim o'zim yaxshi ko'rgan, dildan ko'rgan odamlarga o'sha IELTS imtihonini sovg'a qilaman-da. O'sha xudo xolasa 3 yil farzandingiz ham bizada IELTSni tekinga topshiradi deb niyat qildim. Hali kichkina ekan, ancha bor-ku, lekin yaxshi niyatda agar o'sha paytgacha hayot bo'lsa, albatta sizga sovg'a qilaman deb niyat qildim. Rahmat, salomat bo'ling.